Так, bugun Siriusga kelganmiz. Mashinani bir qator obslujivание qildirib, inshaalloh aytgandim-ku, laytlarni qoraytiraylik deb. Shuni inshaalloh bugun qilamiz. Chunki qoraytirmasak вообще bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlarmi buni? Juda ham плачевное состояние-da. Hammayat вообще boshqa молочный свет bo'lib qo'ygan. Klientlar ham nima bilan yuvishgan buni deyapti-da. Tak o'zi xromirованный tiniq yangi xrom bo'lib tursa o'zi chiroyli. Lekin xrom ancha плачевный состояние-da aytganimdek, mayatlari вообще. Ko'ryapsizlarmi? Juda ayanchli holatda. Bugun dam oldik. Mashinani ishlari bilan bo'lib, bugun dam olib ketdi. Yaqinda blog bo'ldim. Shu haqida ham bitta video olgan edik. Просто blog haqida gapirgandim. Nima sababdan, nimaga blog bo'lganini aytmoqdik. Inshaalloh ko'pchilik so'rayapti. Buni ham aytib o'tib ketamiz hozir. Sizlarga ko'rsataman. Akalar, Cherry Ariza 8 izlayotganlarga просто неограниченное количествоda Ariza 8 mashinasini topib qo'ydim. Почти что неограниченный. Hozirda o'zida 600 ta mashina bor. Bundan keyin 1,5 mingta bo'lar ekan. Vыкупga deysizmi, arendaga deysizmi? Hozir просто sizlar условияlarni eshitinglar. O'zingizlar qoyil qolasizlar, kommentariyaga o'z fikrlar yozib qoldirasizlar. Parkda условиялari juda ham zo'r. Sizlarga hozir po порядку aytib beraman. Ulardan biri mayda oxirgacha ishlab turib, bitta mashina yutib olsanglar bo'ladi. Va именно biz obunachilarimizga hozir zo'r skidkalar qildirib gaplashib chiqdim hozir egasi bilan. Vыкупga olmoqchi bo'lsangiz, без первоначальный 3 yilda mashina o'zingizniki bo'ladi. Aytib o'tgandek, sizlar uchun skidkani eshitib qolinglar. Arenda narxlari 3200 dan Ariza 8 lariga. Meni nomimdan kelsanglar, har bir mashinaga любой tanlagan mashinalarga 100 rubldan na постоянной основе skidkalar bor. Keldinglarmi? Arenda narxidan 100 rubl arzonroq minasizlar. Faqat meni nomimdan aytishinglar shart. Undan tashqari, 1 oy mindingizmi? 1 kun muxadnoyingiz bor. 2 oy mindingizmi? 2 kun muxadnoyingiz bor. 3 oy mindingizmi? 3 kun muxadnoyingiz bor. 4-oydan to'layotgan arendangiz bo'yicha sizni 601 grafikda ishlaysiz. Aytib o'tganimdek, bu faqat sizlar uchun. Aytib telefon qilasizlar, biz hurmatli odamman desanglar, shu skidkalar sizlar uchun bor. Pakt условиялari 3%. Xohlasanglar arendadan chiqarib qo'yib, o'zingizlar parklarda ishlasanglar ham bo'ladi, xohlasanglar pastdan ishlasanglar ham bo'ladi. Va undan tashqari depozit bor 20 ming. Kuniga 200 rubldan yechib olinadi. Agar uni ham bermayman deydigan bo'lsanglar, arendaga 100 rubl qo'shadi, no u постоянно основа. A depozit bo'lsa qaytarib beriladi. Meni fikrim bo'yicha lучше depozit bergan yaxshiroq bo'lsa kerak. Vishinka na tortiki. Mashinani rozыгрыshi haqida sizlarga tushuntirib o'tib ketsam. Shu parkdan mashina olasizlarmi? O'zingizlarning mashinalaringiz bilan minasizlarmi? Parkga podключаться qilasizlar. Mayda oxirigacha 350 ta zakaz qilsanglar, уже sizlar rozыгрышda qatnashyapsizlar. Ular ichida 30 ta faol eng yaxshi ishlaganlar orasida yana 3 ta iPhone rozыгрыш bo'ladi. iPhone ham yutib olishingiz mumkin. Mashina ham yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari shunaqa zo'r mashinalar mazza qilib ishlashingiz bo'ladi. Boshqa shahardan bo'lsanglar, kelib ketish, prilyot, vylitlarni hamma полностью taksi park o'zi bo'yniga oladi. Kelasizlar, mazza qilib dam olib, mashinalarni olib ketasizlar. Условиялар haqida более подробно bilmoqchimisizlar? Pastda ссылкасida Telegram kanallarni qoldiramiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. O'tinglar, условиялari bir qator полностью o'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Bizning nomimizdan aytish esingizdan chiqmas. Bizning nomimizdan aytsanglar, shu skidkalar ishlaydi. Условияларni, mashina narxlarini sizlar bilan tanishtirdim. Endi bu yog'iga meni nimaga blog qilganimni videoda davomida ko'rasizlar. Assalomu alaykum jonlar, tinchmi? Charchamayapsizlarmi? Ishlar joyidami? Menda Qirg'iziston prava bilan yuraman. Rossiya fuqarosi. Ancha oldin уже almashtirishim kerak edi pravani, lekin almashtirmasdan yurgan edik. Bu pravada, qaror sizlarga ko'rsataman. Seriya
mana pastda, mana rasm pastda ona 00 bilan boshlangan turibdi. Bu seriya. Keyin mana OG degan yozuv turibdi, ko'ryapsizlarmi? Po idее to'g'ri yozilishi shu OG bo'lib turib, keyin mana 00 sifralar bilan yozilsa seriya Yandexga. Shunda profil ochilishi kerak, lekin OG deb yozmasdan prosta 00 bilan boshlab yozib ketsangiz ham bo'lar ekan. Meni pravamda oldin bir akam ishlagan edi. Ishlab qo'ygan edi, o'zi blog bo'lib qolib, men u paytda ishlamasdim Yandexda. O'sha iltimos qilgan edi. Ishlab turay deb ozgina ishlagan, blog bo'lib ketgan. U, короче, o'sha OG-sini yozmasdan to'ldirgan. Yandex fotokontrol so'raganda rasmga olib tashlasam pravani, o'sha OG-si chiqmasdan blok bo'lgan akkaunt chiqib qolyapti. Ikkita akkaunt borda, короче, bitta pravada. OG-si bilan OG-siz, OG bilan yozsa meni profilim chiqadi, OG-siz yozsa o'sha akam oldin ishlab blok bo'lgan akkaunt chiqib qoladi. Fotokontrol so'radi, tashladim. Вы заблокированы на 5 лет deyapti. Oldin bu shunga o'xshagan narsa bo'lgan edi, faqat problema deb chiquvdi, prosta blok bo'ldingiz demagandim. Afsonalar sovuq, короче, bitta katta video oldim, o'zi ham 1,5 soatlik. Yandex haqida, ish haqida, hamma narsa haqida bir qator gapirib o'tib, Yandexga jalb qilib video olgan edim, lekin kech boshdan topshirib yubordim Maybixda. Ash kunni ertasi kuni, chunki juma kuni bir hafta вообще ish bo'lmadi. Juma kuni tamda oldik. Ishga endi chiqqan paytimda mana arendalar minus bo'lib ketgan. Ishga endi chiqqan paytimda blok bo'lib qoldi. U degani juma kuni darshim shanba va bozor kunlari Yandex ishlamaydi. U degani как minimum 3-4 kunga men blok bo'ldim bitta. 5 yil deb yozganida, endi uni ochish ilojlari bor. Agar blok bo'lgan akkauntlar bo'lsa, Sirius Parkga murojaat qilsanglar, u bloklarni ham ochamiz. Uni ham har xil stepinlari bor. Ochilmaydiganlari ham bor, to'g'ri, lekin ochiladiganlari ham bor. Telefon qilinglar, praviyalar tashlasanglar, akkauntlar tekshirib ko'rib, iloji boricha ochiladi. Xullas shunaqa bo'lib, ertasi kuni mashinani topshirdim. Ertaman kechga borib ochib yubordim. Shu kunda o'zingizlar jalb qilib yozdim. Manaqa, men qanday вы ранее были заблокированы deb chiqib qoldi. Как я мог быть заблокирован, если на протяжении 2 лет я бесперерывно работаю desam, bo'pti, ko'rib chiqamiz dedi. Ko'rib chiqib, o'sha ertasi kuni kech payti ochib yubordi. Yana qaytarib taksiga qaytdik. O'sha taksiga qaytmayman deb yubordim. O'sha boshqa ish qarayotgandim. O'sha boshqa ishga borib, qarab gaplashayotgan prosesimizda hech o'xshamay qolyapti. Shu o'xshamay qolgani ham sabab bo'lib qoldimi? Qo'y dedim, hozir ishlab turar deb yana qaytdik. Na данный moment o'zi Yandexda o'zi в целом ish yaxshi bo'lmayapti. Boshqa tariflardan hatto ekonomdagilar ham qiyin bo'lyapti deyishyapti. Mendan agar ko'pchilik so'raydiganlar bo'lsa, tavsiya, boshqa tariflarni aytmayman, boshqa tariflarni hamma ham o'zingizlar ham bilasizlar. Ultima tariflar bor, biznes, premier, elit. Qaysi birida ishlash kerak, qaysi biri yaxshi, qaysi birini sovet berasiz deb so'raydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga maksimum biznesni tavsiya beraman. Biznesda ishlanglar, undan darshi лучше не смотреть. To'g'ri qiziq, men o'zim ham qiziq bo'lgan. Yaxshi biznes yurganimda Maybixdagilar oldiga borib bir marta so'raganman. 3-4 ta katta kishilar turgan ekan. Borib so'raganman, manaqa o'tmoqchiman, что советуете desam, вообще тебя не стоит deyishgan ashlar. Biz katta kishimiz, nam можно degan. Biz mana bitta zakaz tashlab qo'yamiz, mana vallaqillab gaplashib o'tiramiz. Zakaz tushadi, yana bitta tashlab qo'yamiz, yana kelamiz shu yerda o'tiramiz. Bizdaqalarga normalniy, senga bo'lmaydi deyishildi. Sen yoshsan, biznes eng yaxshisi ish qildi. Gapiga kirmodim. No, bir tomondan men, конечно, biz kontent tortyapmiz, kontentga video olib, sizlarga ko'rsatib yoritishga harakat qilyapmiz. Bu tomonlama menga yaxshi bo'ldi, alhamdulillah. Faqat imенно taksida ish bo'yicha normalniy ishlamoqchimisiz, oilalimisiz yoki o'zingiz ishlaringiz bor, 12 soat ishlab
dars odamga o'xshab dam olaman deydigan bo'lsangiz, Premier Elite не советую категорически. Bu yerda bir narsaga erishish uchun mashinaning ichida yashab, soatlab kutasiz ekan, bitta zo'r zakaz chiqib qolar ekan, ashim bilan отбивать qilib olasiz ekan, u zo'r zakazni siz ashi как minimum bilmayman 14-16 soat ishlasangiz tinmay ashunda ilashtirib olishingiz mumkin ekan. Chiqib qo'yib, shunday chiqdim, ishlab qo'ydim, arendani ishlab qo'yib, keyin dars ishim qilib, keyin bu yoqda bo'lib turib ishlayman deydigan bo'lsangiz, kechirib qo'yasiz ekan bu yerda. Bu yerda stabilnost yo'q ekan. Biznesda stabilnost bor. Kuniga как minimum 5000 чистый arenda benzindan tashqari topsangiz bo'ladi biznesda. Ishimda stabilniy bo'layotgan paytda o'lib qoladigan paytlar bo'lib turadi. U paytlar endi to'g'ri tushunasizlar, hammada shuna bo'ladi. Lekin biznesda stabilnost bor. Ular shunaqa, agar ishlamoqchi bo'lsanglar, men hop deb qo'ringlar, ishlasanglar biznesda ishlanglar. Dalshi, lutshi qiziqmay qolgan yaxshi. To'g'ri, maza qilib Maybixda yuribman deysiz, hali noma'lum supasquru bo'lar ekan o'z aslida. Mendan xullas shunaqa savet. Agar premialniy tariflarda ishlayman deydigan bo'lsalar, adash sariq tariflarda endi o'zingizlar bilasizlar. Dehqonchi ishlayman deydigan bo'lsalar, ekonom, solidni ishlayman deydigan bo'lsalar, Comfort Plus. Boshinglar og'rimasdan, spokойный yurib ishlaysizlar. Comfort Plusda 12 soat ishlab qo'ysanglar, o'zlaringiz qilat olib ketaverasizlar. Bu yerda 12 soat ishlab qo'yish juda qiyin ekan. Juda qiyin ekan. 12 soat ichida arendangiz chiqmay qolishi ham mumkin ekan. Undan keyin 1 soatdan keyin patirlab bitta zakazni o'zi bilan urib qo'ysangiz bo'lar ekan, lekin bitta zakazni kutib umringiz o'tib ketar ekan. Shunaqa bitta zo'r zakaz bo'ladi. Yoki bir kunda 40 ming, 50 ming ishlab olishingiz mumkin. Faqat 40 ming, 50 ming ishlab olganingizni eslab, manaqa ishlab qo'ysa bo'ladi-yu deb turib, ashuni kutib, ma'da arendangiz minus ketib qolar ekan. Ular shunaqa gaplar. Bugun inshaalloh mashinani remont nima qilamiz? Mini tuning qilamiz. Boydan beri o'zimdan tashqari salonni ko'rsatib qo'yapman. To'g'ri tushunasizlar. Shunaqa gaplar. Yaqinda nima chiqargan edik? Video chiqargan edik. Qirg'izistonda bo'layotgan ehson haqida, u haqida prosta short videolar chiqarib qo'ydik. Bu yerda ham chilaychilar bo'lsa rekvizitlarni qoldiramiz. Birinchi bolaga, Hamza bolaga 4 kunda $2 million pul to'plandi. Aslanga hozir nadanni moment to'planyapti. Hozir Qirg'izistonda 3 ta bola bor ekan, ommaga chiqqan. SMA kasalligiga chalingan. Ikkinchisidan ham o'sha summasi ancha qismi to'planib qoldi. Ikkinchisidan oshganini tashib orasida rekvizitlarga bu yerdan oshganini sразу же nariginga переключать qilib yuborishyapti. Aslan Hamzaniki to'lgandan keyin oshganini sразу Aslanga o'tkazishdi. Aslaniki to'lsa, undan keyingi bolaga o'tkaziladi. Past rekvizitlarni qoldiramiz. Ular shunaqa. Blog shu sabablar bo'ldi. Nadanni moment hozir arendadan qarzlar borligi uchun, minus kirib ketganimiz uchun. Chunki sizlar bilan ochiqni aytaveraman, endi bu narsalarni problemani gapirish niyati yo'q edi. Nadanni moment o'zi men lead olayotgandan, короче, boshdan boshlab lead olayotgandan, короче, men aytganman. Olayotgan kunim aytgan. Aka, ishlasam maksimum yanvarda 10gacha ishlayman, undan keyin qaytarib beraman degan edim akamga. Lekin yanvarda keldi, hech kim yo'q. Bu yoqda ham mashinasini to'lovi bor. Bo'ldi, o'zingiz bilasiz, xohlaganingizni qilasiz deb tashlab ketgan bo'lmadi, to'g'risi. Tashlab ketgan bo'lmadi. Dars minib yurardim. Asha yanvardan keyin полностью minus kirib ketdik. Ish bo'yicha, taksi bo'yicha gapiradigan bo'lsak. Nadanni moment hozir ash lidan ham arenda bo'yicha qarz bo'lib qo'yamiz. Monondan ham qarz bor ozgina. Ozgina emas, normalniy. Ular shuning uchun yana darsga qaytib, hozir mo elitda ishlab, bo'lsa boshqa tariflarda bularda nimasini uzorish qiyin. Chunki shuning uchun qaytdik, ishlab turamiz hozircha. Если что, keyin bilmadim, ko'ramiz. По ходу дела посмотрим deymiz.
maylarda yaxshi bo'lib ketsa, dальше yana elitda ishlayveramiz yoki biznesga qaytamiz. Tak, mashinani hozir полностью ko'rsatyapmiz inshaalloh. Dik qilamiz, undan keyin dальше ishlayveramiz. Xadoylarni qilyapmiz. Hozir mana bu xadoyga kelganmiz. Nimani o'zi zapchast narxini o'zi 31 ming bo'ldi. Xizmat haqqi 8 ming. Примерно 40 ga xadoy bityapti. Примерно 40 ga xadoy bityapti. Raufjon degan bittasi keldi. Catch another fight, yeah. The apple bottom make him wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Segano Remix. Shake my show my thumb. Kommentariyada ikkiga bo'linayotgan edi. Голосовать qilayotganlar, xrom qilaylikmi yoki qora qilsaymikin degan savolimizga to'g'ri Maybach'da o'z fishkasi ashsin bilan chiroyli подчеркиваться qilib turardi, lekin o'zi ko'rsatganimdek juda ham chizilib ketgan, juda xunuk holatda edi. Ko'rdinglar, yangi obraz, yangi holatini o'z nimalari kommentariyada yozib qoldiringlarchi. Mana endi nima deb o'ylaysizlar? Hozirgi holati yaxshimi yo oldingisimi? Biz endi sekin ishga chiqyapmiz. Mosfilmskiga keldik. Mosfilmskida bu yerda, короче, Yandex o'zidan suv zakaz berdim. Yandex o'zini suvini olaylik, qanaqa bo'lar ekan. Va Mosfilmga kelgandan keyin to'g'ri ozdan kirsanglar, shu yerda o'zida punkt выдачасы bor ekan. 4 blogini oldik, mana. Вроде упаковкасы такой солидный. Ko'ramiz, qani. Qani. Nima deb o'ylaysizlar? Biznesda yurganda святой источник qo'yayotgandik. Maybach o'tgandan keyin mana Bonvida degan suvdan qo'yayotgandim. Ценовая категория почти что bir xil ekan, но именно Yandex nimaga chiqqani uchun, tipa водительlar uchun chiqqani uchun вроде бы как arzonroq. Но anaqa tipa solidneyroq ko'rinar ekan budulkasi. Tak suvni qanaqa bo'lardi? Suv обычный suvda. Hozir bir ichib ko'ramiz. Qanday nima deb o'ylaysizlar? Mana ikkosini сравнивать qilganda qaysinisi solidneyroq ko'rinadi va qaysi yaxshiroq? Bu video ko'proq albatta, no. Bu yerda не количество, а упаковка играет роль, deydi. Degustatsiya. Yandex Ultima'ning suvini o'zimiz degustirovat qilib ko'ramiz. Так, bismillah. Suvga o'xshar ekan. Qanaqa bo'lardi boshqa? Hamma suv birda. Oddiy suv. Bu Yandex o'zining suvi. Plus tomoni shu, полностью hech qanaqa уверенный yuraverasiz. Standartga to'g'ri kelaveradi. Shunaqa qilib oradan 2 kun o'tib ketdi. Mashina 2 kun servisda turdi. Bundan tashqari bugun ham полностью servis bilan ovora bo'ldik. Birinchi kun shu xadoylarni ko'rsatgandik. Ertasi kuni akleyka qildirdik. Akleykadan keyin yurib ko'rsam, baribir xadoy tomonidan tirqlayapti. Tirqlayotgan tovushi bor edi. Bugun ham bor edi, yana bitta richagini almashtirdi. Richagning narxi o'zi 7,5 ming turar ekan. Almashtirib berishlari bilan примерно yana 10 mingga borib qoldi. Xizmat haqqi. Undan keyin sxod razolga qo'ydik. Bir kun kecha yurdim, mashinamni rolni qiyshiq olib. Qiyshiq olib mashinani rolni yurdik. Bugun ashlarni qildirdik. Zaminmasini ham qildirishimiz kerak edi, zaminmasini endi keyinga qoldi. Shunaqa qilib примерно remontga hadoyiga 50 da atrofida ketib qoldi. To'liq oldiga. Undan hamma narsa almashgani yo'q.
imенно o'lgan narsalarni almashtirdik va baribir orqada ham bitta joyda tirqilayotgan tovush chiqib qolyapti. Bu ham bizga yengil joylar bo'ladi, yengil chuqur joylar, nerovniy yo'llar. Ashlarida tirqilagan tovushlar chiqib qolyapti. Ular shunaqa gaplar. Inshaalloh yaqinda pravani almashtiramiz. U haqida ham bitta отдельный video qilamiz. Prav almashtiraman deb yurgan insonlar bo'lsa, sizlarga ham bir полезный tomonlarini, sizlarga kerakli bo'ladigan tomonlarni ko'rsatishga harakat qilamiz inshaalloh. Videolar kutib turinglar. Videolarga likelarni bosib, podpiska bosib, kommentariyalar yozib tursanglar, inshaalloh biz yanada kuchliroq, qiziqarliroq videolar olishga harakat qilamiz. Hozirgi paytda YouTube Rossiyada blok bo'lgandan keyin prosmotrlarimiz ancha tushib ketdi. Videolar qo'ymayapsiz deb yozishyapti. Qo'yyapmiz, faqat u yetib bormayapti sizlarga. Juda ko'p videolarimiz yetib bormayapti, qolib ketyapti. Profilga kirsanglar, profili turibdi, lekin уведомление bo'lmay qo'yapti. Videolar prosmotri ancha tushib ketgan. Aktivni tomosha qilaman deydigan bo'lsanglar, TikTok, Instagram silkalarimiz profilimizda bor. O'tsanglar, Instagramda ancha faol bo'lib qo'yamiz. Istoriyalar qo'yib turibmiz tinmasdan va undan tashqari yaxshi reelslar qo'yapmiz. 1 oydan beri, 1 oyning ichida уже почти что 1 oydan o'tdi, 2 oyga yaqinlashib ketyapti. 2 oyga yaqin уже 20 mingga borib qoldik Instagramda ham. Silkalari bor profilda, o'tinglar, obuna bo'linglar, inshaalloh qiziqarli videolar bilan sizlarni xursand qilib turamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.